Hozirgi va oldingi 11-sinflar. Bolalar, yaqinda 25-may maktabdan bitiryapmiz. Sizlarga hayot sirlarining oxirgi nuqtasini o'rgataman. Qanaqa? Sigaret chekishni o'rgataman. Yo'q, aybiz dars chekishimiz. To'xtalaring, qizlar urashni o'rgataman. Bo'ldi, ketdik. Sengachi? Bilmasam, oyim urishadi. Urishmaydimi, bitta tortib ko'r. Ichingacha chuqur tort. O'le, Nimjon. 25-may nima qilamiz bo'ldi? 25-mayga oxirgi bitiruvimizga hammalarga podarka erpa tashlab beraman. Muzik. O'sha narsa ekanmi? Voy, qizlar bugun ochilib ketibsizlarmi? Gap o'tmanglar, akamga aytaman. Gaplashaylik. Akalari ham bormi ular? Bolalar, bugun takoyinlik kelibsizlar, maylamaymiz ham bu joyda. Nima deyapsiz? Biz unaqa bolalardan emasmiz. Kim deb o'ylayapsiz bizlarni? Of, axiri sakradinga 9 oy maktabdan qochib bellarim og'rib ketdi. Qaytib bu maktabda yelkamni chuquri ko'rsin. Ustoz, javob bering, uyga ketay. Qornim og'riyapti. Yo'q, chiqib bormaysan. Qarqalar shunday qilasiz. Ustoz, ketaman, qornim og'rib ketdi.